Kuni kecha bizani zo'r mehmonga taklif qilishdi. Samina Bonu bilan ikkilanmasdan borishga qaror qildik. Eshikdan kirishimiz bilan bizani Saminani eng yaxshi ko'rgan mulk qahramonlari trikotda kutib olishdi. Samina shunaqa xursand bo'ldi. O'yin kulgu boshlandi. Biz qatga kelib qoldik, nima bo'lyapti deb qiziqib so'rasa, demak, eski bizni bilgan Rastishka endi Dananino nomiga o'zgaribdi. Shu munosabat bilan chiroyli dasturxon bizani mehmon qilib, juda ham chiroyli prezentatsiya ham o'tkazib berishdi. Prezentatsiyada siz bilan birga storieslarda Rastishkani Dananino brendiga birga o'zgartirdik. Ana shundan keyin qiziq shoular boshlandi. Qum terapiyasidan mana shunaqa chiroyli kartinkani o'z qo'llari bilan yaratib berishdi. Bolalarga o'yin kulgu boshlandi. Shunaqa maza qilib o'ynashdiki, biz ham kattalar qo'shilib, ular bilan maza qilib o'ynadik. Eng qizig'i bu boshlanishi edi. Undan keyin futbolkaga rasm chizdik. Samina shunaqa xursandligidan raqsga tushib berdi. Raqslardagi ximiya shou boshladi. Yana qiziq raqslarga tushdi. Keyin yana olovli shoular bo'ldi. Yana raqsga tushdik. Yana o'ynadik, xullas maza qildik. Bolam xursandligini qaranglar. Xullas Dananinoga kattakon rahmat, shou bomba bo'ldi. Yangi brend nomi muborak bo'lsin, Dananinoga omad.